Assalomu alaykum. Qandli diabeti bor bemorlar uchun metformin dorisi haqida ma'lumot bermoqchiman. Men endokrinolog Aziza Bahramova va eng ko'p beriladigan savollar metformin foydalimi yoki zararlimi degan savollarga javob berib o'tmoqchiman. Haqiqatda qandli diabetni davolash yoki qandli diabet oldi holatini davolash uchun birinchi preparatlar bu metformin hisoblanadi. O'sha siz qabul qilayotgan glukofaj, seafor, asfarmin, diaformin va boshqa preparatlar metformin sostavli bo'lib, yana undan tashqari qabul qilayotgan ko'p dorilaringiz ichida metformin qo'shimchasi baribir qo'shilgan. Metformin nima qiladi? Metformin siz organizmingizga tushgan uglevodlarni, ya'ni qondagi qand oshganda uni kletkalarga, to'qimalarga tarqatib beradi. Insulin rezistentlikka tushiradi hamda jigardan glukoza paydo bo'lishini, o'tkazuvchanligini pasaytirgani hisobiga qondagi glukozani oshishini oldini oladi. Metformin juda zo'r preparat. Metformin preparati hozirgi kungacha faqat birinchi qatorda buyuriladigan preparatlar hisoblangan. Lekin metforminning ham yaxshi va yomon tomonlari bor. Yaxshi taraflaridan nimani aytmoqchiman? Metformin ishtahani kamaytiradi. Metformin ich kelishini yaxshilaydi. Metformin modda almashinuvini tezlashtiradi. Eng yoqadigan narsasi metformin 10 yoshdan katta bolalarga ruxsat berilgan. Ya'ni agarda bolalarda semizlik, bolalarda qandli diabetning ikkinchi turi yoki diabet oldi holatlari bo'layotgan bo'lsa, ularga metformin preparati mumkin. Lekin metformin preparatini yomon taraflari ham bor. Agarda bu preparatni dozasi juda katta miqdorda berilsa, insonlarda meteorizm, ya'ni qorinda dam bo'lish kuzatilishi mumkin. Agarda noto'g'ri iste'mol qilinsa, noto'g'ri ovqatlar bilan ishlatilsa, bunda ich ketishi, ko'ngil aynish xususiyatlari paydo bo'lishi mumkin. Hamda eng ko'p uchraydigan va ko'pchilik bilmaydigan narsa bu metformin qondagi B gruppa vitaminlarni, B12 ni tushirib yuborish ehtimoli hamda gemoglobinga tushirib yuborish ehtimollari bor va ko'pchilik metformin qabul qilgan insonlarda anemiya holatlari kelib chiqishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, men metformin ichganimdan keyin boshim aylanib qoldi, ko'nglim aynib qoldi, nimagadir holsiz bo'lib qoldim deb. Bu metforminni B gruppa va gemoglobinni tushirib yuborishi bilan bog'liq holat hisoblanadi. Shuning uchun metformin qabul qilayotganingizda albatta parhezga rioya qilishingiz, ko'p yurishingiz hamda gemoglobinni, vitamin B gruppani tekshirib turishingiz kerak bo'ladi. Agarda B12, B9, B1 kamayib ketsa, demak sizda oyoqlarda og'riq, uvishish, neyropatiya holatlari kuchayishi mumkin. Chunki qon tomirlar aynan B gruppaga bog'liq holatda o'zgaradi. Shuning uchun metformin preparatini qandli diabet kasalida yozilgan bo'lsa, albatta qabul qiling. Bu preparatlar juda ham zo'r ishlaydi. Ko'p yildan beri ishlatiladi va preparatlar qondagi qandni tushirishga, insulinni tushirishga hamda semizlikni kamaytirishga yordam beradi. Lekin shu qatorda endokrinolog shifokorida konsultatsiyada bo'lib, umumiy qon analizini B12, B9 va B1 guruhlarini tekshirib turishni maslahat beraman. Yoritib o'tgan mavzuim siz uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, xursandman. Ma'lumotlarni kerakli odamlarga, ya'ni qandli diabet bilan kasallangan odamlarga yuborib qo'ysangiz foydali bo'ladi. Hamda keyingi videolarimda bundan-da qiziqroq mavzularni ko'rish uchun akkauntimga obuna bo'lishni unutmang. Hurmat bilan, Aziza Bahramova.